Janob, o'sha yili xonimni o'ldirgan qotil to'g'risida hali ham ma'lumot juda kam. Tekshiruvni davom ettiring. Xo'p bo'ladi. Aytgancha, Ling Hao guruhining hozirgi rahbari xonimning singlisini himoya qilish uchun odam yo'llash kerakmi? Qaltis harakat qilib, dushmanga sezdirib qo'yish kerak emas. Xo'p bo'ladi. Qani bu yerga o'tir. Janob, siz oldindan buyurtma qilgan biftek yoqimli ishda. Rahmat. Nikoh faqatgina meni guruhdagi kuchimni ajratadi xolos. Menga boshqariladigan va maqsadlarimga ta'sir qilmaydigan turmush o'rtoq kerak. Siz topgan odam o'zi ishonchlimi? Ko'rinishidan yaxshi yigitga o'xshaydi. Dada, siz yemaysizmi? Dadan yeb bo'lgan. Lekin uchrashuvga qizi bilan kelibdi. Mayli, keyinroq gaplashamiz. Xayr. Ismingiz nima? Chin Hao. U nega keldi ekan? Nimanidir sezib qoldimikin? Kasbingiz nima? Qayerda ishlaysiz? Harbiydan chiqqanman. Hozir qo'riqchi bo'lib ishlayman. Men esa Lin Yuhui. Beududagi birinchi moliyaviy guruh bo'lgan Ling Hao kompaniyasining boshlig'iman. Topayotgan mablag'im esa 100 milliarddan oshiq. Siz nima oshingiz qancha? 4000 yuan. Aslida esa 3000 yuandan ko'proq. Hao yu sizga men haqimdagi ma'lumotlarni deyarli hammasini aytgan bo'lish kerak. Maoshingiz kam. Uni ustiga qizingiz bilan uchrashuvga kelishga qanday jur'at etdingiz? Nima? Uchrashuv? Dada, nihoyat o'zingiz keldingizmi? Siz nihoyat Yovchi uchun ona topmoqchisiz. Chiroyli xola, onamda ham shu marjondan bor. Onam sizdan Yovchi bilan birga bo'lishingizni so'radimi? Unday emas. Men uchrashuvga keldim xolos. Yovchi, to'polon qilishni bas qilganda ovqatingni ye. Noto'g'ri odamni tanladingiz. Ko'rkorona uchrashish uchun kelganim yo'q. To'g'ri. Bu aynan 9-stol. Siz xafa bo'lishingiz shart emas. Xulq-atvoringiz yaxshi ekan. Menga moddiy shart-sharoit qiziq emas. Chunki menda hammasi bor. Aksincha, mening shartlarimga rozi bo'lsangiz, sizga va qizingizga g'amxo'rlik qilaman. Kimligingiz muhim emas. Muhimi bu 6-stol. 9-stol yon tomonda. Chiyu, shu siz aytgan yuqori martabali odammi? Hattoki qarshimdagi yigitchalik ham ko'zni quvnatmayapti. Qara, bu Chin Hao, Fengling ko'chasidagi kambag'allardan biri. Nima? Taomingni o'zgartirish uchun qizingni olib keldingmi? Qoyil. 3 kishi bitta biftek buyuribsiz. Ikkitaga puling yetmabdi. Oy. Biz qayerda ovqatlanamiz, nima yeymiz, senga nima aloqasi bor? To'g'ri. Menga aloqasi yo'q. Faqat bir paytlar maktabda eng a'lochi bo'lgan o'quvchi Chin Hao harbiyga borib kelgandan keyin oddiy qo'riqchiga aylandi qoldi. Bechora. Aytgancha, xotining o'ldi deb eshitdim. Bu gaplar rostmi yoki yolg'on? Bu ayol esa keyingi qurbon bo'lmasin tag'in. U hozir qayerdan qiz topib kelganligini ham bilmasa kerak. Yelkasida yuki bor, mag'lub bo'lgan odamni qanday qilib biror kimsa yoqtirib qolishi mumkin? Oy. O'zingdan ketib qolma. Chin Hao, kim bilan gaplashayotganingga e'tiborli bo'lsang bo'lardi. Hozir men Ling Hui Group kompaniyasining marketing yo'nalishi yagona direktoriman. Oylik maoshim 100 ming. Tasodifdan qarangki, men hozir sen ishlayotgan villalar majmuasi rahbariman. Bitta qo'ng'iroq bilan seni haydasam, tashlandiq qizing bilan ko'chada qolishing mumkin. Dada, ular meni ovqatlanishimga xalaqit beryapti. Sen nimalar deyapsan tashlandiq? Men hozir dadangni tiz cho'ktirib, mana bu narsalarni yeyishni buyursam, itdek yalab tozalashiga to'g'ri keladi. Yoki noto'g'rimi, Chin Hao? Sen Aytishingiz bo'yicha, Ling Hao guruhida marketing yo'nalishi bo'yicha direktormisiz? O'tirgan bu erkak na kuchi na obro'si bor. Hozir haqiqat haqida gapiryapman. Menda esa unda yo'q narsalar bor. Kuch, obro', pul hamma narsa. Agar menga xo'p desangiz, uy, qimmatbaho mashina, hammasi sizniki bo'ladi. Ismingiz Huawei. Nahotki shunday chiroyli qiz ismimni eslab qolgan bo'lsa, bundan juda xursand bo'ldim. Keling, boshqa bir joyga borib suhbatlashsak. Ikkalamasi yolg'iz. Shart emas. Men faqat aniqlik kiritib oldim. Huawei, Nima, sen o'lishni istaysanmi? Huawei, sen ishdan bo'shatilding. Sen kimsanki meni ishdan bo'shatasan?
Bugundan boshlab mana bu qizaloqni ikkinchi onasi Chin Hao'ni xotiniman. Sen qizim va erimni haqorat qilib xatoga yo'l qo'yding. Hurmatingni qilsa, hurmatingni bilmas ekansan. Direktor Hauni haqorat qilishga qanday hadding sig'di? Bugun Direktor Huo, ko'rib qo'y. Men kim ekanman? Bo'lishi mumkin emas. Len Yihuaymisiz? Len xonim, men sizni tanimay qoldim. Ovozingni o'chir. Narsalaringni yig'ishtirib bu yerdan daf bo'l. Nega? Gapimni qayta takrorlamasligimni yaxshi bilasan. Wow, onam juda ham kuchli ekan. Xiyovchi, bema'ni gaplarni gapirma. Rahmat. Bugundan boshlab bir oilamiz. Bunaqa Nima? mulozamatga hojat Bu yo'q. nima deganingiz? Turmush quramiz. Telbaga o'xshaydi. Ketdik Xiyovchi. Uyga qaytgach yana yegulik olib beraman. Ko'rinishingizga qaraganda xarakteringiz juda yaxshiga o'xshaydi. Sizga rostini aytsam, menga faqatgina turmush o'rtoq degan shaxs kerak xolos. Siz ham qizingizni doim siz bilan shunaqa qiyinchilik kunlarda yashashini istamasangiz kerak. Agarda men bilan turmush qursangiz, bugundan boshlab qizingiz Beoduning malikasi bo'ladi. Dada, boshqalarning hammasida ona bor, faqat Yovchida yo'q. Men yaxshilab o'ylab olishim kerak. Men hali ukamni to'yiga qatnashishim kerak. Uni ustiga hujjatim ham yo'q. Yovchi olib kelgan. Endi xotirjamman. O'g'rilardan himoya qiladi-yu, uyni qo'riqlay olmaydimi? Kela qol. Hali ham o'sha gap. Bizning o'rtamizda faqatgina er-xotinlik maqomi bor xolos. Lekin siz Lin Hui guruhining ishlariga aralasha olmaysiz. Albatta, men sizni moddiy ehtiyojlaringizni o'z imkoniyatim doirasida ta'minlayman va maqsadimga erishganimdan so'ng Umid ajrashamiz. qilamanki, uzoqqa cho'zilmaydi. Aytgancha, ukangizni to'yiga bormoqchi edingiz. Olib borib qo'yaymi? Bir necha qadamlik yo'l shart emas. Yaxshiroq sovg'a tashkil qil va uni shaxsan o'zing olib borib topshir. Tog'amning qarindoshi ekan. Sovg'aning maqomi past bo'lmasligi kerak. Xo'p bo'ladi. Yura qol. Jin Yao, Kim uni taklif qildi? Jin Han unga hatto taklifnoma ham bermagan. O'zi yugurib kelgan bo'lsa kerak. O'zi ham juda ahmoqda. Uyda ovqat qilishga qurbi yetmay, uyalmay bu yerga tekinga yeb ichgani kelganini qarang. Bu ikki aka-uka. Biri janob Hovning sevimli ishchisi, ikkinchisi esa eshik qo'riqlaydigan it kabi. Jin Yao, bu yer seni joying emas. Kelin va kuyovni qarshi olinglar. Onajon, ko'ryapsizmi, Xiyaoxanning hayoti hozir juda ham yaxshi. Umid qilamanki, siz buni keyingi hayotda albatta bilasiz. Xiyaoxan, to'ying muborak bo'lsin. Sen nimaga kelding? Jonim, bu yer buncha sassiq. Qo'riqchilar qani? Qanday qilib qo'riqchilar bu yerga har xil odamlarni kiritishyapti? Tanimayman. Birorta tilamchi bo'lsa kerak. Xiyaoxan, sen yura qol. Jin Yao, uyalmaysanmi? Tianjiankui bizni Bedo shahridagi yagona 7 yulduzli mehmonxona. Bu yerda bo'lgan har qanday odam hayotida hech qachon erisha olmaydigan maqomga ega bo'ladi. Prezident Kind ular orasida eng yaxshisidir. Sen esa keraksiz odamsan. Xiyaoxan,
Yaxshiyamki biz tug'ishganlarmiz. Umuman ovozingni o'chir. Kichkinaligimizdan beri sen mendan yaxshiroq bo'lgansan. Endi men nihoyat sendan yaxshiroq ekanligimni isbotlay olaman. Endi bu kun kelib, sen oyoqlarimni yalaysan. Qiziq, o'sha la'nati kampir bizni ko'rib nima der ekan? Yovxan, u seni tuqqan onang. Agar noshud bo'lmaganingda, u seni uydan haydamagan bo'lardi. Keyin u seni qidirish uchun ortingdan bordi, lekin seni topa olmadi. Yovxan, men bu ishlarni barini seni himoya qilish uchun qildim. Shuning uchun ham o'sha la'nati kampir o'lib ketishi kerak edi. Nima deding? Yaxshimisan azizim? Sen jirkanchi tilanchi. To'yimda janjal chiqarishga qanday hadding sig'di? Yerga onamning so'nggi tilagini bajarish uchun keldim. Bilaman. Sen shunchaki eshik qo'riqlovchi itsan, men esa bu yerda haqiqiy xo'jayinman. Bugun baxtli kunim. Menga omadsizlik keltirma, yo'qol. Yovxan, onam o'limidan oldin ham faqat sen haqingda qayg'urardi. Mayli, men o'z ishimni qilaman. Maol, senga to'yona. Jinxiao, o'lgan odamni bahona qilib, mehmon bo'lgani keldingmi? Uyalmaysanmi? Jinxiao. Ahmoq, sen direktor Chinga aka bo'lishga loyiq emassan. Buni qaranglar. 200 ekan. To'ylangan reja. 200 yuan to'lab, 10,000 yuanlik dasturxonni sotib olmoqchi. Qoyil. Bu yerdan yo'qol. Bu yerda senga joy yo'q. Qo'riqchilar qani? Tezda mana bu ikkalasini yo'qotinglar. Biz hech ham tilanchi emasmiz. Meni onam Lin Hao guruhining boshlig'i. Jinxiao, bu tashlandiqni qayerdan olib kelding, a? Aqldan ozganmisan yoki bumi? O, Lin Hao guruhining boshlig'i. Kimsan? Lin Yehue? Agar Lin Yihue uni onasi bo'lsa, mana shu stoldagi tarelkalarni yamlamay yutaman. Jinzong aynan Lin Hue kompaniyasida ishlaydi. Nahotki u bilmasa? Ana o sovg'alarni ko'ryapsanmi? Ularning ichida 10,000 yuandan kam narsasi yo'q. Xo'p, senchi to'y marosimiga kelibsan. Lekin sovg'angchi, nahotki 200 yuan bo'lsa? Xuddi o'sha kampirga o'xshab miyang aynib qolgan seni. Yovxan, u seni onang. Menga qanday tanlov qilishing muhim emas, imkoniyatlaring ham. Sen jahannamda kuygur. Kimsanki menga aql o'rgatasan, a? Men hozir Lin Hao kompaniyasida hurmatga sazovor ishchiman. Sen esa bitta akillaydigan itsan. O'zingni ko'rsatmasang-chi, shunchaki tekinga ovqat yemoqchimisan? Yaxshi. Mana, o'sha kampirning o'rniga bularni yalab ol. Yovxan, sen onamga munosib emassan. Menga o'sha la'nati kampirni kamroq eslat. Meni hozir shon-shuhratim o'zimga yetarli. Sen hattoki bitta to'yona ham olib kela olmading-ku. Men seni aka deyishga ham uyalaman. Hech qachon meni akam bo'la olmaysan. Bizning oilamizda sendek hech vaqos yo'q noshud, lekin maqtanishni yaxshi ko'radigan kambag'al qarindoshimiz yo'q. Sen hatto Lin Hao kompaniyasining prezidenti Lin Yehueni xotinim deb aytding. Shunchalik zo'r ekansan. Menga ko'rsatish uchun munosib sovg'alar olib kelishing kerak. Yana bu bolangga beradigan kasha bo'lmasin. Yovxan, sen o'zgarmabsan. O'lganingdan keyin ham o'zgarmaysan. Bu yerning xo'jayini senga yegulik bergani bu seni nomusingdan edi. Demak, yeyishni xohlamaysan, shunaqami? Yaxshi. Unda mana bu tashlandiq bolang sen uchun yeydi. Lin Hao kompaniyasi tomonidan janob Kinni to'y bilan tabriklash uchun ajoyib sovg'alar olib keldik. Janob Kinni to'y bilan tabriklash uchun keldik. Sun kotiba, siz qanday qilib keldingiz? Ochig'im meni juda ham hayratda qoldirdingiz. Sun kotiba? U direktor Linning eng ishongan odami. Uning har bir so'zi va harakati direktor Lin xonimni ifodalaydi. Agar direktor tomonidan e'tibor berilgan bo'lsa, uning martabasi yanada yuksaladi. Nahotki Jinxiao uni ayoli bosh direktor bo'lsa? Bu qiymati 25 millionga teng funt oltin. Yana bugundan boshlab janob Chin Han, u bizning Lin Hao kompaniyasining moliyaviy departamentining yangi direktori deb tayinlanadi. Yillik maoshi esa 3 million yuanni tashkil qiladi. Ko'ryapsanmi, Jinxiao? Sen bilan biz allaqachon bir pog'onada turadigan odamlar emasmiz. Rostdanmi? Albatta. Endi yo'qol. Seni bu yerda ko'rishni xohlamayapman. Yovxan, tezroq kelib ko'r. 25 million! 25 million!
Yo'q, bu yerga shoshilinch kelganimiz uchun shularnigina tayyorlay oldik xolos. Kuyovi?